u yog'iga aralashmang. Mana shu gruppamizda, shu oxirgi 10 kunlik kursimizda bir odam savol berdi. O'tkirbek Labbe, sahna diabet bilan kelgan. Mana sahna diabetdan chiqish yo'lini tushuntiryapsiz. Men uchun juda ham sodda va juda ham oson ko'rinyapti. Lekin ichimda bitta shubha bor. Nega? Agar bu yo'l, bu usul rostdan ham sahrdan chiqib ketish uchun eng to'g'ri yo'l bo'lsa, nimaga hamma sahr shu yo'ldan foydalanmayapti deb savol berdi. Shunchaki kuldim. Nega bilasizmi? Qarang. Biz ko'rsatgan yo'l haqiqatdan ham sahrdan olib chiqib ketadi insonni. Haqiqatdan ham. Inson chin dildan istasa, chin dildan xohlasa, yurakdan bajarsa, 40 kun bilan 70 kunda o'rtalig'ida oshqozon osti bezi 100% vassanovit bo'ladi. Ya'ni o'zini o'zi tiklab, oshqozon osti bezi insulin ishlab chiqarish boshlaydi, qonda qand miqdori normaga tushadi. Bunaqa insonlar juda ham ko'p. Ya'ni sahrdan bir umrga qutulgan insonlar. Bittasi o'zim ham shu muammodan qutulganman. Endi qarang. Shu odam aytayapti, agar rostdan ham sahrdan chiqib ketish uchun shu yo'l eng to'g'ri yo'l bo'lsa, nega hamma sahr foydalanmayapti deb savol berdi. O'zi ham sahr. Mana shu shubha odamni to'xtatyapti yurakdan ishlash uchun. Endi sizlarga savol beraman. Mana shu olamda eng to'g'ri yo'l, eng haq deb bilingan, eng adolatli kitob qaysi kitob? Albatta Qur'oni Karim. Hamma biladi. Lekin hamma nega Qur'on o'qimayapti? Bu bir. Ikkinchisi, jannatni kaliti namoz deb hamma biladi. Lekin hamma nega namoz o'qimayapti? Bu ham xuddi shunaqa yo'l. Sahrdan chiqib ketishni eng to'g'ri yo'lini ko'rsatasiz. Xuddi hamma namoz o'qimagandek, hamma sahr ham bu yo'ldan foydalanmaydi. Foydalangani natijaga erishadi. Hayot sizniki. O'sha